Assalomu alaykum. Efirda Samarqandda ta'lim hafta ichida dasturi. Mana aprel oyining yana bir haftasi ortda qoldi. Ayni daqiqalarda sizlarni o'tayotgan haftada viloyat maktabgacha va maktab ta'limi tizimida ro'y bergan eng muhim hodisalar sharhi bilan tanishtiramiz. Tanishing, bugungi dasturimizdan quyidagi lavhalar o'rin olgan. Samarqandda yil tarbiyachisi 2025 tanloviga start berildi. Joylarda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 19-martdagi maktabgacha va maktab ta'limi sohasida boshqaruv tizimi samaradorligini oshirishning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risidagi 51-sonli farmoni mazmun mohiyatiga bag'ishlangan uchrashuvlar tashkil etilmoqda. Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi tomonidan ilk marotaba iqtidor maktab ansambli tanlovining tuman shahar bosqichlari o'tkazildi. O'tayotgan haftada Samarqandda yilning eng yaxshi tarbiyachisi 2025 tanlovining viloyat bosqichi bo'lib o'tdi. Hozir shu haqda. Samarqand shahridagi 81-umumta'lim maktabida yil tarbiyachisi 2025 tanlovining viloyat bosqichi ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Unda viloyat maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'i Muzaffar Hamdamov so'zga chiqib, keyingi yillarda mamlakatimizda muhtaram yurtdoshimiz tomonidan maktabgacha ta'lim tizimiga berilayotgan e'tibor tufayli viloyatda bolalarni maktabgacha ta'lim tizimiga qamrov darajasi 29% dan 73.5% ga yetkazilganligini alohida ta'kidladi. Shuningdek, tizimda yilning eng yaxshi tarbiyachisi tanlovining o'tkazilishi ham yurtimizda maktabgacha yoshdan ta'lim sifatini oshirishga bo'lgan e'tibor ekanligini qayd etdi va barcha ishtirokchilarga omadlar tiladi. Tanlov nizomiga ko'ra 3 kun davomida o'tkazilishi rejalashtirilgan bellashuvning birinchi kunida test sinovlari bo'lib o'tdi. Unda 6 yo'nalish bo'yicha tanlovning tuman shahar bosqichlarida g'oliblikni qo'lga kiritgan jami 86 nafar maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktor o'rinbosarlari va tarbiyachilari o'z bilimlarini sinovdan o'tkazdi. Tanlov natijalariga ko'ra har bir yo'nalish bo'yicha g'oliblikni qo'lga kiritgan 6 nafar tarbiyachilar tanlovning respublika bosqichida ishtirok etish imkoniyatini qo'lga kiritishadi. Xabaringiz bor, joriy yilning 19-mart sanasida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining maktabgacha va maktab ta'limi sohasi boshqaruv tizimi samaradorligini oshirishning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni qabul qilindi. Ayni paytda ushbu farmonning mazmun mohiyatiga bag'ishlangan uchrashuvlar o'tkazilmoqda. O'tayotgan haftada viloyat maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'i Bulung'ur, Ishtixon, Oqdaryo hamda Kattaqo'rg'on tumanlarida maktab jamoalari bilan uchrashib, ushbu farmonning mazmun mohiyatiga alohida to'xtaldi. Boshqarma boshlig'i o'tayotgan haftada Bulung'ur va Ishtixon tumani maktabgacha va maktab ta'limi bo'limi jamoasi bilan uchrashib, ushbu farmon mazmun mohiyati haqida gapirar ekan, ushbu me'yoriy hujjat yurtimizda tizim xodimlarining moddiy qo'llab-quvvatlash va rag'batlantirish borasida amalga oshirilayotgan islohotlar davomi ekanligini ta'kidladi. Shuningdek, endilikda xodimlarning davlat idoralarida ishlagan yillariga mos ravishda oylik maoshlarining oshirilishi uzoq yillar ishlagan xodimlarning mehnatiga munosib rag'bat ekanligini qayd etdi. Bundan tashqari, Bulung'ur tumanidagi 42-umumta'lim maktab jamoasi bilan muloqotda farmon mazmun mohiyati haqida suhbat qurib, 2025-yilning sentyabr oyidan direktor va direktor o'rinbosarlarining oylik maoshlari oshirilayotganligi, ta'lim muassasalarida boshqaruv tizimi ish faoliyati samaradorligini oshirishga xizmat qilishini ta'kidladi va ta'lim sifatini oshirish bo'yicha o'qituvchilarning takliflarini tingladi. Shu bilan bir qatorda maktabda kasbga o'qitish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlarni ko'zdan kechirdi va Eko maktab loyihasi doirasida tashkil etilgan issiqxona hamda Open budjet loyihasi doirasida qurilgan oshxonani borib ko'rdi. Boshqarma boshlig'i Muzaffar Hamdamov Kattaqo'rg'on tuman maktabgacha va maktab ta'limi bo'limida xodimlar bilan muloqot chog'ida ham O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 19-mart sanasida qabul qilingan 51-sonli farmonining mazmun mohiyati haqida so'z yuritib, bu hujjat soha xodimlarini rag'batlantirish borasidagi islohotlarning mantiqiy davomi ekanligini ta'kidladi. Shuningdek, tuman hokimi Jamshid Nasriddinov bilan birga xodimlar uchun yaratilgan sharoitlar va bo'limning moddiy-texnik bazasi bilan ham tanishdi. Bundan tashqari, 32-umumta'lim maktabida bo'lib, tumanda tashkil etilishi rejalashtirilgan ilk rivojlantirish markazi uchun mo'ljallangan qo'shimcha binodagi sharoitlarni ko'zdan kechirdi. Shuningdek, ular tumandagi 5-umumta'lim maktabda bo'lishib, Cerebri platformasidan samarali foydalanib, bilimlarini mustahkamlab kelayotgan o'quvchilar bilan muloqot qildi. O'tayotgan haftada Kattaqo'rg'on tumanidagi 25-umumta'lim maktabida 3 avlod uchrashuvi bo'lib o'tdi. Maktab muqaddas dargoh,
Uning ilm bo'stonidan duru gavhar tergan har bir o'quvchining kelajagi porloq bo'ladi. Birinchi darajali davlat adliya maslahatchisi, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan yurist, taniqli davlat va jamoat arbobi Alisher Mardiyev ham maktab ostonasidan ilmga bo'lgan ishtiyoqi tufayli el-yurt orasida obro'-e'tibor qozongan zamondoshlarimizdan biridir. U ta'lim olgan Kattaqo'rg'on tumanidagi 25-umumiy o'rta ta'lim maktabida 3 avlod uchrashuvi o'tkazildi. Uchrashuvda sudyalar Oliy kengashi raisi Xolmo'min Yodgorov, Zarafshon va Samarkandskiy Vestnik birlashgan tahririyati bosh muharriri Farmon Toshev va boshqa faollar, shuningdek Alisher Mardiyevning sinfdosh, mahalladosh do'stlari tashrif buyurishdi. Tadbirda so'z olganlar Alisher Mardiyevning xalq xo'jaligining turli sohalarida qilgan mehnatlarini e'tirof etishdi. Shuningdek, hayot yo'liga bag'ishlangan Munosib yashamoq baxti kitobi taqdimoti ham o'tkazildi. Tadbirda viloyat maktabgacha va maktab ta'lim boshqarmasi boshlig'i Muzaffar Hamdamov so'zga chiqib, maktab ta'limi Alisher Mardiyevdek sobiq o'quvchilari borligidan faxrlanishini aytdi. Uchrashuvda sobiq o'quvchi o'zi o'qigan maktab kutubxonasiga kitoblar, o'quv qurollari hamda sport anjomlari sovg'a qildi. O'tayotgan haftada Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi tomonidan respublikamiz miqyosida ilk marotaba iqtidor maktab ansamblining tuman shahar bosqichlari o'tkazildi. Hozirgi sharhimiz shu haqida. Iqtidorli o'quvchilarni aniqlash, ularning iste'dod va tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash, yosh havaskor ijodkorlarning faoliyatini rag'batlantirish maqsadida tashkil etilgan tanlovda 6-10 sinf o'quvchilari jamoaviy tarzda 8 nafardan oshmagan tarkibda milliy cholg'ular yo'nalishida ishtirok etishdi. Bahslarning tuman shahar bosqichi 7-11 aprel kunlari o'tkazilib, unda viloyatimizdan 643 ta jamoalar o'zaro bellashdi. Tanlovning tuman shahar bosqichida g'olib bo'lgan jamoalar tanlovning viloyat bosqichiga yo'llanmani qo'lga kiritdi. Eslatib o'tamiz, tanlovning respublika bosqichida g'oliblikni qo'lga kiritgan maktab ansambli xorijiy mamlakatga ta'lim sayohatiga borish imkoniyatini qo'lga kiritadi. Ma'lumot uchun, tanlov nizomiga ko'ra Madaniyat vazirligi va Badiiy akademiya tizimidagi ixtisoslashtirilgan san'at maktablari hamda maktab internatlari, Gler nomidagi respublika ixtisoslashtirilgan musiqa maktabi, Uspenskiy nomidagi respublika ixtisoslashtirilgan musiqa maktabi, ixtisoslashtirilgan musiqa va san'at maktabi o'quvchilarining ushbu tanlovda ishtirok etishlari ko'zda tutilmagan. O'tayotgan haftada Samarqand shahridagi 42-umumta'lim maktabi o'quvchisi Afruza Hamdamovaning navbatdagi g'alabasi haqidagi xushxabar ommaviy axborot vositalarida keng tarqaldi. Samarqandlik o'quvchi, shaxmatchi qiz Afruza Hamdamova Qozog'istonning Olmaota shahrida o'tkazilgan Xalqaro shaxmat federatsiyasining mintaqaviy Osiyo chempionati g'olibi bo'ldi. Afruza ushbu g'alabasi bilan joriy yil Gruziyada o'tkaziladigan ayollar jahon kubogida ishtirok etish uchun ajratilgan yo'llanmani ham qo'lga kiritdi. Afruzani navbatdagi g'alaba bilan tabriklaymiz va kelgusi o'qishlariga omadlar tilaymiz. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.